baribir uyga bitta bolgarka olib qo'ygan yaxshi ekan. Sababi o'zimni dadam ham misol bolgarka ishlatadi. Uyga olib qo'yganmiz bitta, o'shani ishlatadi. Kerakli paytda buni uchiga arrani kesadigan nasatkani qo'yib, taxtalarni ham kesaveradi, o'tin-po'tin, stul yasash kerak bo'lsa ham shuni yasab tashlaverasizda. Temir kesish kerak bo'lsa, temirdan ham kesaveraveradi. To'g'risi baribir uyga qo'yib qo'ysangiz foydasi bor ekan. Mana shu bolgarka 138 ming so'mga olsangiz bo'ladi. Buning uchun videoda batafsil ko'ring, tushuntiraman. Yandex.Marketga kirasiz. Kirganingizdan so'ng o'zingizga yoqqan bolgarkani tanlaysiz. Misol, mana shu bolgarka 238 ming ekan. Buni hozir arzonga olamiz. Buning uchun savatga qo'shasiz. Savatga qo'shganingizdan keyin savatga kirasiz. Bu yerda promokod degan joyiga sizga 60 promokodini yozsiz. 138.546 so'mga tushar ekan. Bo'lib to'lashga olsangiz ham bo'ladi. 25.166 so'mdan tushyapti. Endi bitta uyga olib qo'ygan yaxshi va dastavkasi ham tekin, mahsulotni qo'lingizga olganingizdan keyin to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Yaqinlarga yuborib qo'yishingizdan chiqmasin. Bizga hali ham obuna bo'lmabsiz. Obuna bo'lsangiz, biz qancha odamimiz ko'p bo'lsa, aktiv, zo'r bo'lsa, biz zo'r mahsulotlarni sizga tavsiya qilamiz.